biz kompyuter qurilmalari bu zararli dastur, bu foydali dastur degan mazmunda ajrata olmasligi mumkin. Siz o'rnatilgan cheklov natijasida boshqa dasturlarni ham yuklashingizda muammolar kuzatilishi mumkin-da. Ma'lum bir ishonchli bo'lmagan dasturlarni o'sha internetdagi boshqa saytlardan, ochiq saytlar manbalardan o'sha yuklamasini tavsiya beramiz. Masalan, Play Market dasturini hamma biladi, Play Marketdan biz dasturlarni olamiz. Ma'lum bir dasturlarni o'rnatishdan oldin ular o'zini shaxsiy xavfsizligini o'tkazadiki, ichida zararli dasturlar yo'q bo'lgan taqdirdagina ular ertaga o'sha foydalanuvchilar uchun o'sha ochiq nimaga qo'yiladi. Demak, ulardan bu narsalarni olishingiz foydali. Demakki, o'sha bizning shaxsiy ma'lumotlarimizni har doim biz o'sha ishonchli o'sha saytlardan olingan bo'lsa ham ma'lum bir xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda foydalanishimiz tavsiya qilinadi. Boya aytib o'tdingiz, o'sha Telegram messenjerida 2 bosqichli himoya. Bu 2 bosqichli himoya deyarli barcha o'sha ilovalarda mavjud. Ya'niki bank ilovalarida ham, o'sha to'lov tashkilotlarining ilovalarida ham 2 bosqichli himoya mavjud. Bu nimadan sizni himoya qiladiki, ma'lum bir boyga yetgan tasdiqlash kodlarimiz, boshqalarimizni firibgarlar qo'liga kiritgan taqdirda ham siz 2 bosqichli himoyaga o'zingiz o'ylab topgan savol hamda uni javobi, ya'niki parolni o'rnatib qo'ygansiz. O'sha parolni ular toki topmaguncha sizni akkauntingizga buzib kirish, egallab olish ehtimoli bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz har doim aytamizki, 2 bosqichli himoyani har doim yoqib qo'yish kerak. Bu bilan xavfsizligimiz yana ham mustahkamroq ta'minlanishiga sabab bo'ladi.